Oltinsoy tumani hokimligi matbuot xizmati. Qodirovich bu kishi Respublika Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasining Surxondaryo viloyati bo'yicha bosh mutaxassisi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha mas'ul yaratildiki, kimki bundan keyin kechirim yo'q, tushib qoladi. Qoralanib o'sha sohadan ishdan bo'shatildimi, boshqa hech joyga ishga qabul qilinmaydi hisoblanadi. Reyestrga turgandan keyin qayoqqa borsangiz ham Ahmadov Toshmat mana shu bo'yicha ishdan bo'shatildi degan reyestrda turadi. Esda olamayman. Va boshqa farmon xabarlarni hisobga ko'rib chiqadi. Demak, Prezidentimizning 26-dekabr kunidagi qilgan murojaatnomasini amalga rivojlantirish va aholini yuksaltirish, ikkinchisi iqtisodiy rivojlanishni texnologik va innovatsion vaziyatga o'tkazish, ichki talab xizmatlar hozir dunyoda rivojlangan davlatlar qatoriga misol uchun gap qilingan Singapur, Amerika va Yevropa davlatlari birligida O'zbekiston 2020 nechta shtat qilgan? Biz misli ko'rilmagan o'zgarishlarga qo'shilib ketyapmiz, o'zimiz bilib bilmaymiz. Yuqori texnologik operatsiyalarni bajarish uchun faqat chet davlatlarga borib 40 kun, 50 kun bo'ldi bor odamlar qilib beradi. Toshkentlarda ham uncha og'ir operatsiya qilinmaydi. Hozir Surxondaryo viloyatining o'zida oxirgi yillarda 100 dan ortiq yurak ko'chirib o'tkazish operatsiyasi. Bundan tashqari hali xususda bug'unlarni almashtirish operatsiyalari juda ko'plab muvaffaqiyatli amal. Oxirgi paytda Kelbish shahrida jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Yurakda ochiq qilgan operatsiyalar amalga oshirildi. Bu bizda tibbiyot sohasida bo'layotgan o'zgarish va yutuqlarimiz. Bunda 2025-yil yakunlari hamda 2030 vazifalarini hamda bu 2026-yil korrupsiya qarshi kurash bo'yicha oldindan ish bo'lgan, hozir ham ish bo'lyapti. Bundan chiqib umuman mana shu korrupsiyaga o'sha albatta o'sha qaysi hududdan fuqaro murojaat qilayotgan bo'lsa, oilaviy malaka mudir, katta hamshirasi o'sha mas'ul o'sha buyruqdan bildirish. Mana bizlarda viloyatda ular bo'yicha alohida buyruq bilan bildirib qo'yiladi. Ertaga ular